Akalar, bu Nexia 3'imiz avtomat, propan, Yevropa 4-pokoleniya gaz. Ukamizda bir joyga borishgan ekan, programma qilganda yaxshi tortmayapti degan ekan, katalizator olib tashlab, zo'r tortana qilib beraman deyishgan ekan. Undan keyin mashina o'chib qoladigan bo'lgan. Hozir keyin propan sasib yotibdi. To'g'rimi ukam? Hozir ukamizga original katalizator qo'yib, o'sha proshkani qoldirdik, gazlarni nastroyka qilib berdik. Mashina o'chib qoldi yurayotganda. Mana hozir haydab ketyapmiz. Rulli ukammi o'zi? Ukam, o'zgarish to'g'risida ikki oz o'zing gapirib bering Instagramga. Qo'zg'alishini hozir o'zingiz ko'rdingiz. Yumshoq, yengil bo'lib qoldimi? Yengil. Birato'la qolgan ishlarimni ham hammasini to'liq qildirib o'taman. Yaxshi usta topmasa qiyin. 10 barobar asfaltga tushib o'tiradi odam. Bundan to'g'ri ustaga, yaxshi ustaga kelgan. Hammasini chiroyli qilib berdik. Propan sasishlari yo'q, tolishlari zo'r, o'chib qolishi yo'q, hammasi cho'tki. Kimga shu xizmat bo'lsa, kelasa, like, podpiskani aytmaymiz. Nexia 3 oldilgi tarqatib qo'yamiz videoni.